Assalomualaikum. Men bugun mijozlarimizga har bir qilgan savdosidan cashback berishni programmada настройка qilishni ko'rib chiqamiz birgalikda. Bu uchun biza birinchi настройка bo'lakına girishimiz kerak bo'ladi. Настройкаga giramiz va savdo sozlamalarına giramiz. Savdo sozlamalarına girib, eng birinchi shu cashback aktivligi deganni yoqishimiz kerak. Mana yoqqanimizdan keyin bizda pastda 16 turadi, cashback deganning ichiga giramiz. İçine girgan vaqtimizda bizada bir narsa yo'q bo'ladi, o'chirilgan holda turadi, nishonga turadi. İçine girganimizdan keyin tepadan tashkilotimizni tanlab olamiz. Agar bizda 3-4 filialimiz bo'ladi bo'lsa, shu kerak filialimizni tanlab olamiz. Tanlab olgandan keyin agar sizda hamma ko'p filialingiz bo'lib turib, hammasini shu tuzgan nakopitelningiz ishlashi kerak bo'lsa, yoqib qo'yasiz. Hamma filialda shu narsangiz ishlaydi. Keyin umumiy savdoga nisbatan cashback beramiz deymiz, faollashtiramiz va qo'shish knopkasini bosamiz. Qo'shish knopkasini bosganimizdan keyin pastga ushlab tushadi va biza cashbackni foizda beramiz. Asosan 99% shunday bir ishlaydi. Foizda beramizni qo'yamiz va umumiy savdoga nisbatan 1% mi, 2% mi sizdan necha foiz to'g'ri keladigan bo'lsa, foydangizga nisbatan ko'rib chiqasiz va klientlar aytgan savdosidan shunday foiz bersam menga to'g'ri keladi deysiz va masalan 1% qo'yamiz va saqlashamiz. Hozir настройка ishlarimiz bitdi. Kassani bosib, endi kassaga o'tamiz. Kassaga o'tganimizdan keyin biz hozir tekshirib olishimiz uchun klient qo'shamiz. Masalan, Bito test deymiz. Klientimizni qo'shib oldik. Bito testdan klientni qo'shdik. 600 ming so'mlik narsa. Grubi 1 million qilib sotamiz. Saqlashga yopish etdik, klientni tanladik. Yana tepada ko'ryapsiz, hech qanday cashback yo'q. Bosib turibmiz, hech qanday qilish narsasi yo'q. Naqd to'ladi, yakunlash. Buni savdoga chiqarib beramiz. Va yana shu klientimizni tanlaymiz endi. Bito testdan klient tanlaymiz. Yana bizda 1% qo'yganimiz uchun 1 million 10 ming so'm cashback yozib qo'ydim. Endi bu klient yana ham keldi, savdo qilaveradi. Shu tartibda menga cashback tushib boraveradi. Klient kelib turib, masalan, bizdan bir tovar oldi. Masalan, bu tovarni 5 ming so'mlik tovar deb oladi. Masalan, men cashbackimda minus qilib qo'ying, shuni deyishim mumkin kassaning o'zida. Yana tepada cashback degan joyni bir marta bosamiz. Yana cashback chiqdi. Cashbackning ustiga bir marta bosib, yana cashbackdan foydalanish deydi. Cashbackimdan necha so'mdan foydalanacaqsan deb, masalan 5 ming so'mdan hammasini cashback o'zidan foydalanaman deyman. Yana bu yerga ko'ryapsizlar, cashbackni 5 ming so'mni shura qo'yib berdi. Hozir savdoga chiqarib beradi bo'lsam, cashbackimdan 5 ming so'm minus bo'ladi. Va bu narsani cashbackning hisobına chiqarib beradi. Hozir sotganimiz uchun ham 1% cashbackdan qo'shib qo'yishga yana 5050 so'm bo'ldi. 5000 so'm cashbackdan minus bo'ldi. Cashbackdan foydalanish shunday. Bu asosan ustalar bilan ishlaydigan, doimo klientlar bilan ishlaydiganlar uchun yaxshi. Masalan, klientlar sizga olib keladi, olib kelgani uchun o'zini oldin tanlab qo'yasiz. Masalan, bir klient keldi 10 million, 20 millionlik 3-4 klient kelgan vaqtda o'zini navodir do'koningizdan bonus sifatida berishingiz mumkin. Shuni hisobına sizin savdangiz va foydangiz ortishiga ham sabab bo'ladigan funksiyalardan cashback ishlatish shu tartibda. Agar shu videodagi aytgandan keyin sizda o'xshamasa, navodir tushunmovchilik bo'lsa, support nomeringizga chiqsangiz bo'ladi bemalol.